Kettalqanız demesem zövbədi. Çok çıraylı siz. Həpbəli Quduz. Ne çıkım yapma öykürmeydi ki insem. Sırtını açın deyip aldığınız deyli. Sizden nezdiriniz öykü işki ballar ben nimozari. Hey kumper. Bana balam yok, ailem yok, xotunum yok diyentin ya. Ben... Hepsi necim o? Hay Nuriman. Sizga desem qaranchinim. Aytgandan beri sizni seg'inib, shunda bir xil bo'lib ketdim opag'am. Siz bir kun bo'lmasangiz-chi, men jon qop-qora bilan bilib ketgan. Yaqin yaz nima bo'lgan sajab og'zingiz tatib ketibdi. Ajab, men suyab boqqandek qilsiz-ku, ha? Qirin, men gapimni sirtib da'vataman. Shu qaranchinim. Nima u ilchida dadamning navasi o'tyapti, ha? Aytganda choy ichasa deb azroq navatni yanchiqib chep qo'yibdi ekan. Shu tip chiqqan o'xshaydi. Kettalqanız demesem zövbədi. Çok çıraylı siz. Həpbəli Quduz. Ne çıkım yapma öykürmeydi ki insem. Sırtını açın deyip aldığınız deyli. Sizden nezdiriniz öykü işki ballar ben nimozari. Hey kumper. Bana balam yok, ailem yok, xotunum yok diyentin ya. Ben... Hepsi necim o? Hay Nuriman. Hop bol deydi za. Sorar mısın? Ne desem benim xotnum? Aslında desem qara, ko'chirki mekijilla senden yiroq turamdi ki, senim anda yo'lan ikkinchi qitim oyoq basmasmidi ki deb dedim toza. Bo'lmabdimi? Bir sarangda qiliq qilmisan. Am senden so'rab boqaychi, sening o'rning yengam bo'lib qolamiz qanday qilatding? Mana, putqulni chekib, absuni yo'lsa o'tmayman undan narsani. Tamam. Am senda baqa, hozir mushtoq seni qanday qilsak bo'lar? Hey jinim aka. Şu yengem senin şu işlerini bilip durup, senin azabını tattırıp, neymiş ızcı senin inanı kaldı da bakana. Çünkü çok ara, yengemden ağan terbiyesi, onu şunda kalayımkan yollardan yanlışlıkla yol koymaydı. Çendan mı? Şu könlü azrağı karıqsınca, onun etrafında mı qara, pervandaki çögülep şuduğun erler çok qara nurgun. Lekin onun için adimilik sapası, ahlaki, ahkönlülük buldu. Qaraka. Muşu 20 to'lgan muşu kunlarda aşı axloqiy, odimilik sapasi, ahko'ngillik bilan muşu yo'lishning ishonchiga, hurmatiga erishgan bo'lgan aka. Sana desamchi, sen ayolingni qadrligin, hurmat qilgan. Ko'nlarda bir gap bor, qushqochning o'zini bo'lsang yomon bo'ldi deydigan. Sen ashta ko'chirki qizlarga qarab, bolalaringni yetim qilib, ash oilangni buzsang, yana bir kunlar kelganda ash ayolingni xo'rliqqa qilmasanmi? Ben muşundan qara, aş qızlardan ispektativ жүргенimni necha qitim ko'rib qoldim. Shu men sizlarning turmushinglar yaxshi bo'lsin deb, yengam burun qanday zilva holatiga qaytsa, sizlar turmushinglar ham yaxshi bo'lib, yengam yaxshiroq ko'ngil bilan kelib qilyapman bu ishlarni aka. Agar keyin yengam zilva bo'lib, o'ruqlab ketqasi, men iymon qilishni unutib qolmayjimi? Ma'qul, chadaq yo'qsan. Men seni cho'qim iymon qildim. Lekin buga oldin ajab bir setish qildim. Ma ishni bundan bilakak hargiz deb yema bo'pmi otanim uqib qolsam opam bilan dadamni chiroyi qaraydigan yuzim qilmaydi. Ma'qul aka. Ayras, bu mahsulotninki aloqalash numerasi depagina bo'lmasa yenganga tugab qolsa bir ishki bosqich ep turay. 138 99 80 65 64. Endi dartos nomer o'rtaqmi? Ha, o'rtaq nomer. Bo'ldimi? Endi bunday ishdan qilib yurmayjimi? Ma'qul. Menga berib yengam aytgan tomoqni yeb kelaylik.